Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Bugun biz sizlar bilan ata-ana roziligi, Alloh roziligi mavzusini Cho'nchig'an mahallasida o'chamoqchimiz. Qani marhamat. Apa? Qaydasiz? Assalamualaikum. Aleykümselam. Ahvalingizmi? Yaxshi. Tinchmanmisiz? Yaxshi, rahmat. Apa, mushu yaxshi kun, yaxshi aylarda sizdan bilmay qolgan gunohlarim uchun kechirim so'rayman. Kechirme balam, kechirme. Nima kechirmayman seni? Sen degan o'z balam. Kechirme balam. Dada? Ne kadar? Ha. Şu sana bunu deydigancha. Bunu Rozining ikkinchi 10 kuni boshlandi ku. Bu kechirim kunlari ekanda. Shu oldindan o'tkazib qo'ygan ig'rilik gunohlarim uchun kechirim so'raydigancha sen al. Chunki meni kechirgin. Ma'qul bo'ldi. Assalomu alaykum opa. Voy, alaykum. Opa, yaxshi kunlarda ro'zada sizga kechirim so'raydigan kun. Voy, meni kechirim so'rab ketyapmiz. Bilib bilmay qilgan gunohlaringiz kechirim so'raydigan. Meni kechirgan ishtimos sizga. Kechirdim. Menimdan o'tgan bo'lsalarim kechirim. Abi? Assalamualaikum. Nuqatsiz. Nuqatsiz. Shu sizga bir deydigan. No, Rozida iyda kechirim so'rash yo'q. Shu sizdan oldingizda qo'ygan o'tkazib qo'ygan gunohlarim bo'lsa, sizdan kechirim so'raydigan. Shuni kechirim. Aziz qarindoshlar, yaxshi kunlarda har doim kechirimlik bo'laylik. Har doim Allohning yaxshi yo'lida mangaylik. Ata-onani tirigida qadrlaylik.